Ana xudo xolasa kanalizatsionniy vaqtlarimizni hammasini chiqardik. Ketdi mana hammasini tashlab yubordik. Ko'milgan hammasi. Bu endi qarasa teshikni kichkina teshib qo'yish kerak ekan. Bittasi buni kondensatga voda gazkat yo'l qo'yib qo'ysa, ana u endi общий аварийный trap deydi-yu. Shunaqa narsa uchun qo'yib qo'yganmiz. 32 sovuq suv turbalari chiqarilgan, ular chiqarilgan, hammasi tomondan, ikkita tomondan kelish suvlarimiz chiqarilib, hammasi. Quyor Erkinboy. Ha? Mana hozir. Quyor. Mana xudo xolasa suvni quyapti Erkinjon. Ha, bo'ldi. Mana xudo xolasa reviziyamiz birinchisi suv kelishini ko'ramiz. Quyapti. Bo'ldi bo'ladi. Ja ko'p ham zarur emas. Birinchisidan kelish boshlandi xudo xolasa. Mana keldi. Bo'ldi bo'ladi. Xo'sh. Liniyalarimiz tashlaganmiz. Sovuq suv liniyalarimiz ham bor. Birinchidan suv ketdi. Qani? Jubenga kelganimgacha bu ham kelyapti, ovozi kelishni boshladi. Undan suv ham o'tibdi? Yo'q, hali. Mana xudo xolasa ikkinchi reviziyamizga suv kelib oldi. Shu mana hozir birinchi reviziyani ko'ramiz. Suv kelyaptimi bunda? Ha, bunda hali suv kelish bor. Kim itti? Ha, suv kelyapti, eng muhimi. Suv o'tyapti. Ha, chotki suv kelyapti mana. Birinchida to'xtagan, ikkinchidan oqib kelyapti. Mana. Bu Erkinboy. Mana birinchi reviziya. Oralig'i ham bir 15 metr bor ekan-a? Suv mana ketyapti, to'xtagani yo'q.